Masga tonirovka tortish nech pulga tushadi? Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, qadrli aka-ukalar, Marg'ilondan gapiramiz. Marg'ilonlik usta bola Abror sizlarga xudo xolasa narxlarni tushuntiradi. Damas, yaqin akamizga olib qoldi, yangi Damas, eski Damas olib kelsalar qilib beramiz. Bizda 500 ming so'mga tushadi. Hamma joyda har xil bitta narsani aytib o'taman, 200 ming, 250 ming, 300 minggacha qilib berayotgan odamlarda men yomonlamayman, iloji boricha qildirmanglar, sabab arzon sho'rva tatimas, sifatli narsa arzon bo'lmas. Bu sheriyatdan bo'lar ekan. Va bu 200 ming so'm, ikkita portishga 150 ming so'm, bunisi 150 ming so'm. 500 ming so'm bo'ladi. Agar kazirok urilsa, mana bunaqa bu 14 sm. Bu ham 50 ming so'm qo'shiladi. Har bitta narsa pul, sifatli ish shunaqa bo'ladi. Mashina eski bo'lishi mumkin, lekin sifat o'zgaradi. Bizga qizig'i yo'q. Endi postoyan o'zi yangi mashina qiladi, lekin akamiz ishchi mashinalar ekan. Buni ham qilib beraveramiz. Xo'p, ish qanaqa bo'ladi? Plyonka yaxshisidan bo'ladi, mehnat addushi bo'ladi. Birinchi o'rinda yechiladi, Damas aynaklarimiz. Bunaqa kirlari yuviladi, agar yangi bo'lsa ham farqi yo'q, polni atida yuviladi. Bunaqa qilib tozalanadi. Sifat, mehnat shuni hisobiga, plyonka yaxshiligini hisobiga ustani opitidan kelib chiqib, nima deydi, ustani tajribasi, harakatidan kelib chiqib narx-navo qo'yiladi. Bizni Marg'ilon hududimizda 500 ming so'm bo'ladi. Endi undan tashqari plyonkalar keladigan bo'lsak, har xil 900 ming so'mga ham orqa Damas orqa tomonini plyonka qilsa bo'ladi. $100, 1,5 million so'mgacha, 2 million, 2,5 million so'mgacha bo'lgan plyonkalarimiz bor. Agar Damas bor, puli ko'p akalar bo'lsa, telefon qilsalaring, kelsalaring, atido qilib beramiz. Brendiy plyonkalar. U qimmatga qildirganlarni butun O'zbekiston bilish shart. O'zlar ham bilib, 2,5 millionga tonirovka qildirganman deb qaraganda Damasga kayf qilib berishlaring uchun qildirsalar ham bo'ladi. Atak o'shunga yarasha puli. Xullas, hamma plyonkalarimiz bor. Kelsalar inshaalloh chiroyli qo'ygan joyimiz Marg'ilonda joylashgan akalar. Marg'ilonlik aka-ukalar jo'natib bersizlar. Xudo xolasa sog' bo'linglar.